Hurmatli musofirlar, faqat ko'l bo'yi manzarani videoga olmasdan sizlar uchun harakat qilib mana shaharga ham chiqdim. Xo'p, bugun dam olish kuniga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun soat 12ga yaqin bo'lgani sababli odam shaharda gavjum. Ish kunlari bu vaqtda odam bo'lmaydi. Uzr video bunday qimillab olinyapti, chunki telefonni ushlab videoga olish noqulay bo'lyapti. Shuning uchun shunday videoga olishga qaror qildim. Manzaradan uzoqlashgan holda. Xo'p, biz hozir qayerga yo'l olyapmiz? Biz Торговый center, ya'ni savdo markaziga boryapmiz. U joy qanday deb tushuntirsam bo'ladi? U joy dam olish kunlari onalar bolalarni oldida aylantirib, savdo markazining ichida bolalar o'yingohi bor. Ba'zi kunlari bunday konsert uyushtiriladi. Ertak, sahna ko'rinishidagi ertaklar ko'rsatiladi. Hozir bu yo'lakdan ketyapmiz. Juda chiroyli qilingan. Bu yo'lak adashmasam 2016-yilda qilingan, 10 yil oldin. Xo'p, ishlab turuvchi kanalimizni tomosha qilyapsiz hozir. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Musofiqlar, vatandoshlar, qo'llab-quvvatlaydigan shu kanalda obunachilar soni, bu YouTube kanali jonli efir qilishim uchun obunachilar soniga ham e'tibor beradi. Shuning uchun sizlardan so'rab qolganlarim, obuna bo'linglar, kommentariyaga yozinglar. Obunachimiz ko'payaversa, videolarimiz zo'r chiqarmas. Bugun havo 14 daraja iliq. Ertaga yomg'ir ko'rsatyapti. Ertaga ish kuni. Lekin dam olish kuni mana shunday yaxshi havo bo'lgani ham juda yaxshi bo'ldi. Bunday chiqib video olishga imkoniyat bor-da. Shunda hozir ham dacha sezoni, dala hovli deyiladi o'zimizda. Hamma dam olish kuni shaharda yarmi kimni dala hovlisi bo'lsa, chiqib dala hovlida dam olishni o'rinli deb biladi. Shu hisobdan ko'llar qizishni boshlagan. 50% deb balkondan ko'pchilik dala hovliga ketishdi. Biz esa shaharda ma'qul ko'rdik. Ko'ldan chiqib yo'l bosib shaharga keldik. Mana shu yo'lakdan yurib borasiz. Menimcha adashmasam 10 daqiqa, 8 daqiqa yurasiz. Shu savdo markaziga yetib kelasiz. Mana
mana shunday texnikalar eshitishimcha shunday rayonlar bo'ladi. Shunday texnikalar kirib qolsa, ovoz tovushi baland texnikalar to'g'ridan to'g'ri jarimaga tushadi. Bu hozir bu yo'lak kadga olib chiqadi, magistralga olib chiqadigan yo'l. Shuning uchun har xil transport vositalari o'tib yuradi. Shunday rayonlar borki, tinch rayon. Endi ruschasiga spayniy rayon deydi. Bu rayonlarga tovushi baland transportlar va signal chalish umuman mumkin bo'lmaydi. Endi biz bundan 10 yil foydalanamiz. Undan ham ko'p bo'lsa kerak. Shu avtomaktabda o'qigan vaqtimiz shu narsalarni eslab qolganmiz. Yo'l qoidalari, belgilari bo'ladi. Tovushli moslamalar mumkin emas. Kirish mumkin emas. Transportni og'irligi shunchadan oshsa kirish mumkin emas. Shunaqa belgilar borda. O'qisangiz adashmaysiz. Mana hozir bitta yo'ldan, mana bu avtoyo'ldan o'tganimizdan so'ng savdo markaziga ham keldik. Kunlar ilig'lashib isishni boshlaganga fontanlarni ham ochib qo'yibdi mana. Ko'radigan bo'lsalaring, fontan hammasi ochiq. Shuning uchun vatandoshlar dam olish kerak. Bunga aylanish nasib qilsin. Tomosha qiling. Suvni tovushini eshityapsiz. Fontan. Bu joyda bilganlar bo'lsa